Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. O'rta vazn toifasida faoliyat olib borayotgan o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev ukasi Mashrabjon Ro'ziboyev hamda taniqli MMA ustasi Doston Bozorov hamrohligida Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib bordi. Sportchilar o'zlarining navbatdagi janglari uchun aynan okean ortida tayyorgarlik olib borishadi. Nursulton Ro'ziboyev 5-sentyabr kuni Parijda o'tkaziladigan UFC Fight Night turnirida angliyalik Michael Venom Page bilan jang qiladi. Oktagon Liga sobiq chempioni Doston Bozorov esa Dana White da'vogarlar seriyasida ishtirok etishi kutilmoqda. Ishga keldik yana. Keyingi bekat Fransiya Parij deya quyidagi suratni izohlagan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Doston Bozorov hamda Mashrabjon Ro'ziboyevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton, olg'a Doston, olg'a Mashrabjon" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu paytda bo'lsa hamyurtimiz Bogdan Guskov UFC Fight Night 282 turniri oldidan matbuot anjumanida qatnashdi va bo'lajak raqibi Magomed Ankalayev haqida fikr bildirdi. Uning gaplari: "Ankalayev xavfli raqib. Hozir u chempion emasdir, lekin birinchi raqamli da'vogar. Bu men uchun navbatdagi imtihon. Uning sobiq chempion ekani yoki chempion emasligi rejaga ta'sir o'tkazmaydi. U ham avvalgi raqibim singari xavfli va mashhur jangchi. Ankalayev bilan jangni nima uchun hamma rad etyapti? Chunki u birinchi raqamli da'vogar. Fakt sifatida aytish mumkinki, Magomed o'zidan quyidagi deyarli barchadan kuchli. U divizionimizdagi eng xavfli yigitlardan biri", deydi Bogdan Guskov. Ular o'rtasidagi bahs 25-iyul kuni bo'lib o'tadi. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Rossiyalik yarim og'ir vazn toifasida UFC jangchisi Magomed Ankalayev 25-iyul kuni Abu Dabidagi Etihad arenada bo'lib o'tadigan UFC Fight Night 282 turnirida raqibi almashgani haqida ilk bor fikr bildirdi. Avvaliga Ankalayev Halil Roundtree ga qarshi jang qilishi kerak edi, ammo u jarohati sabab bellashuvdan chetlashdi. Uning o'rniga hamyurtimiz Bogdan Guskov egalladi. Uning gaplari: "Albatta Halilning jangga chiqa olmaganidan xafa bo'ldim. Men aynan unga qarshi tayyorgarlik ko'rgan edim, lekin oxirgi pallada menga yangi raqib topilgani meni umuman xafa qilmadi. Aksincha, jang baribir o'tkazilgani va qisqa vaqt ichida taklifni qabul qilib, ushbu to'qnashuvni saqlab qolgan inson topilganidan xursandman. Shuning uchun bu jangni intiqlik bilan kutyapman." Guskov taklifni ikkilanmasdan qabul qilgan yagona jangchi bo'ldi. Qolganlarini ham yaxshi tushunaman. Bu professional sport va bu yerda juda katta narsalar tikilgan. To'liq tayyorgarliksiz reyting peshqadamiga qarshi oktagonga chiqish istalgan jangchining faoliyatiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hech kimdan xafa emasman. Men uchun bu jang avvalo oktagonda qaytish imkoniyati. Agar shunday deyish mumkin bo'lsa, bu o'ziga xos qizishib olish jangi. Shu ma'noda Bogdan men uchun mos raqib. U reytingda 9-o'rinda turibdi va bu imkoniyat uning faoliyatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Bu juda katta imkoniyat. Albatta u mening reytingdagi o'rnimni egallash va imkoniyatımdan foydalanish uchun bor kuchini ishga soladi. Men u bilan xuddi sparingda ishlayotgandek ishlayman. U shunchaki juda ham yengil va juda ham oson raqib deb fikr bildirgan Magomed Ankalayev MMA Junkie nashriga bergan intervyusida. Qadrli do'stlar, albatta Magomed Ankalayev o'ziga katta baho berib yuboryapti. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Bogdan Guskovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bogdan Guskov" deb yozib qo'yishni unutmang. Albatta hamyurtimiz 25-iyul kuni Magomed Ankalayev ustidan nokaut orqali g'alaba qozonadi degan umiddamiz. Albatta hamyurtimizga omad tilab qo'yasiz degan umiddaman do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha do'stlar.